Tushda qassob ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan notanish qassob Azroil alayhissalom deb ta'bir qilinadi. Tushda qassoblik qilganini ko'rgan kishi gunohga botadi. Qo'yning terisini shilganini ko'rish zulmga ishoradir. Biror kishining qassobxona ochganini ko'rish ham shundaydir. Qo'yning kallasini tanasidan ajratish turmush o'rtog'idan ayrilishga ishoradir. Qo'lini qon bilan yuvgan kishi maqsadiga yetadi. Barmoqlari orasida qonni ishqalagan kishi farzandlari va birodarlari bilan urushadi. Notanish qassobdan go'sht olib uyga keltirganini ko'rgan kishining oilasida janjal bo'ladi. Tushda otasini so'yganini ko'rgan kishi otasi bilan ko'rishadi va unga yaxshilik qiladi. Tushda qassobni o'ldirganini ko'rgan kishi kasallikdan qutuladi. Qassob kema xo'jayiniga, merosxo'rlar va yetimlar orasida merosni taqsimlovchi kishiga ishora hamdir. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.